İpek bizge o'zingizning kesh arqanda nimalarni aymay, bizda yaxshi cho'ng qilinglar. Rahmat. Kimdirimiz yuyib, qo'llarni tavdi. Tomoqlarni itib, balki bamiyanalar busunib ketgandi. Dadalarimizning soqollari oq kirib ketdi. Sizda cho'ng qilinglar, chin qalbimizdan rahmat. Sizlarga ozroq bo'lsin ko'nglimiz. Balalarımızdan mushunchalik aqlliq cho'ng bo'lganligiga intayin xo'shalman, faxrlanaman. To'y ahli bu aqlliq, vafodor farzandlarga opirin aytdi. Munosabat to'yingiz muborak bo'lsin. To'yda dunyo bo'yicha eng kichik darvoza degan nomga erishgan Odiljon har xil darvozalik mahoratlarini ko'rsatib, to'y xushalligiga yana xushallik qo'shdi. Mirg'iyas bilan Osiyaning to'yi xolis to'y bo'lib, pul yig'ish ishlari qoldirib etilgan edi. Shundaqdimi, ularning do'st birodarlari ahamiyatli buyumlar orqali o'z ko'ngillarini bildirishdi. Bugungi go'zallik faqat sizda. Qani go'zallik senda, marhamat. Biz o'tirib ishlasak. Mo'minjon Abdukim qatorliq ko'zga ko'ringan yosh naqshchilar bu xosiyatli to'ydan ta'sirlanib, o'zlarining yaqinlik naqshlari bilan to'y kayfiyatini yanada yuqori ko'tardi. Mush to'y bo'lishdan bir qancha kun burun bundaq bir to'yning bo'lganligini do'stlarimdan anglagan va anglab naytdi bir xil hayajon ichida mush to'yni bir o'zim bir ko'rib, o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zim qilishga tegishlik bir mush to'yningki yarishig'ini qilib, to'y egalarining ko'nglini olsam degan umidda xolisona bu yerga naqsha aytish uchun kelib, to'yning jarayonidan to'liq ko'rdim. Yigit bilan qiz garchi biz burun tanishmaymiz, mush to'y orqali tanib yetdimki, belgilik o'ziga xos bir ko'z qarashi bor. Hozir qadar biz Uyg'ur qiz yigitlarda bo'lib boqmagan ishlarni o'tirib chiqiribdi. Bugungi mush to'yningki xo'shalqaram o'tganligidan xursand bo'lish bilan birga bu bir jup yoshqa mangulik baxt tilayman. Endi buningdan keyingi planda biz endi uy olmadik. Uyni amal qilsak birinchidan ikkimiz endi buningdan keyin endi bo'lsa aspirantlik o'qisak, uningdan o'qib tugatalsak, doktorlik o'qisak, bir boshqacha bir natija chiqaraylik deb o'ylab, endi bu qatim to'ydan keyin yana o'zimizning maktab bo'lgan Tenji universitetida turish bo'lgan Tenjiga qaytib berib, yana ashad imtihon berib, shu natijamizga qarab ya aspirantlik yoki texnik injenerlik bir o'qib, shu yerdan taraqqiy qilib, yana bir yangi yaxshi ishlarga bir ulgurish uchun tirishaylik deb o'ylayapmiz. Bu o'zgacha to'y ma'rakasi tushda boshlanib, kech kirmayla oxirlashdi. Lekin qisqagina vaqt ichida